56 milyon 550 ming so'm boshlang'ich to'lov bilan Haval Jolion avtomobilini olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hamma rasxodi ichida. Umuman ortiqcha umuman bir tiyin ham to'lov qilmaysizlar. 56 milyon 550 ming so'm. Bu lizing bo'ladi. Bu dastur bugun chiqdi. Bugun 24-dekabr kuni chiqdi. Shoshilib qolinglar. Haval ADM Globalda faqatgina Haval ADM Global jillik markazidan kelib shu boshlang'ich to'lov bilan mashinani olib chiqib ketsalar ham bo'ladi. Jolionni bilasizlar, o'zi ortiqcha gapirib o'tirmayman. O'zi ancha ko'paygan mashina, hamma biladi. Hozir chiqqani uchun tezda qo'yib yuborishga hozir iltimos qilishdi, qo'yib yuboring, odamlar bilsin. Ko'pchilik so'ragan klientlar bor, ozroq boshlang'ich to'lov bilan deyishgani uchun srochni qo'yapman. Shoshilib qolamiz. Mashinalar soni chegaralangan. Aynan shu boshlang'ich to'lovda chiqadigan mashinalar soni chegaralangan. Hammalarini Haval ADM Global Farg'ona filialida kutib qolamiz. Nomerlar qo'yib qo'yaman, telefon qilib bemalol kelsalar bo'ladi. Manzil Farg'ona shahar, Kalsovoyda Ko'ksaroy to'yxonasiga yetmasdan Qadrdon markazining yonida.